Damas'ni qo'yganimizdan keyin ko'pchilik savol berdi. Direct kommentarlar savolga to'lib ketdi. Texnik xarakteristikasi, skorost rычаглari haqida hamda yurishlari haqida. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsangizlar, polni obzorini ko'rsatamiz. Narx-navo masalasiga ham kelib to'xtalib o'tamiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa, motor qismidan boshlaymiz. Obzorimizni motor qismidan boshlaymiz. Motorimizni o't olishi haqida. Xisrav aka, bitta motorimizni o't oldiramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, motorimiz pol оборот o't olyapti. Ishlashlari soatchadek ishlayapti. Xisrav aka, 1-2 marta gaz bering aka. Оборот olishlari ham zo'r, xudo xolasa. Endi skorostiga navbat. Xisrav aka, bitta переключение qiling aka. Tabloni ko'rsatamiz. So'ragan edi, cheki yonib qoladimi deb. Hech qanaqa cheki yo'q. Mashina yurishiga qiziqayotganlar uchun mashinamiz poldan naqadu ko'chada haydab yuribmiz. Ispitaniyadan o'tkazyapmiz. Ikkita savol hozircha javobsiz qoladi. Mashinamizni rasxodi. Ikkinchi savolimiz qancha bilan xarajati polni bitadi. Ko'rsatsangiz mumkin, tablolari hammasi ideal holatda. Bu mashina chista для komforti. Hozirgi kundagi probkalar uchun hech kimga vizitga tashlangani yo'q. Kommentarlarda kimdir vizit tashlab yotibdi. Bunaqa maqsadda yig'ilayotgan mashina emas bu. Chista для komforti, удобства.